Pişirish salonidagi xonimlar bugungi o'tmoqchi bo'lgan darsimiz baba piraniki. Endi uning ishlatadigan xuruchlar bilan tanishaylik. Piraniki ketadigan material xuruchlarimiz 200 gram seriq may, tuzsiz seriq may, shakar undan 130 gram, un 290 gram, soda 1 gram, süt puraq 1 gram, 1 tal tuxum. Endi ishlash bosqichi o'taylik. Bilan shakar unini yaxshi ko'ptirib olamiz. Cho'qim yaxshi aralashtiramiz. Turgandan keyin soda bilan süt puraqni selib, tam yaxshi aralashtiramiz. Xuruchlarimizni aralashtirib qilib bo'ldik. Endi unni az-azdan selib qo'l bilan yug'uramiz. Xemirni yug'urib tayyor qilib oldik. Xemirin tayin bo'sha. Mana men abay 290 gram unga yana 50 gram un qatdim. Shundan bilan 140 gram un qatdim. Shunda bo'sh mana xemirdan bo'sh shavat yug'uramiz. Endi ishlash bosqichi o'taylik. Bunda to'rt bo'jaq qilib yeyib olsizlar, bekmoni biz qilmaysizlar, jumma qilinroq, bekmi qiyin emas qilib yeyib olsizlar. Endi buni kesib baba piranik shaklga keltirsizlar. Xemirni o'xshash kenglikda, o'xshash cho'nlikda kesib olib, endi buni listning tagiga qog'oz qo'yib, list qilamiz. Buni xemir sal bo'sh bo'lg'achqa avaylab bo'lsa, undaq guaban bilan olsak bo'ldi. Agar olsangiz qo'lingizda olsangiz bo'ldi. Nima tizib, kesib, list qilib tayyor qilib bo'ldik. Endi uni shu velki bilan mushtaq shakl chiqaramiz. Oldin qizitilgan 180 gradusda pishiramiz. Piranikni bak qizg'ish pishirib atmaymiz, aqroq etib chiqamiz. Endi pishib chiqganligini ko'raylik. Piranikimiz pishib chiqdi. Endi sizlar bu cho'qim shaklda qilsizlar degan gap emas. O'zingizlar xohlagan shaklda qilsanglar bo'ldi. 290 gram un selib, siqib chiqarsanglar bo'ldi. Shundan bilan darsimiz oxirlashdi.